Katta u ne? Odamda 100 dan yuqori IQ bo'lsa, mana bu misolda bemalol ishlay olarkan, bitta ishlab ko'ring. Xo'p. Bilamiz, IQ 100 dan balandmi, pastmi? Ага. Что-то надумал что-то? Я школу давно закончила, я уже забыла, как считать. Sharti bormi birorta? Shart bilan javob top. Tushuntirsam nima qilaman so'rab. 2 Shartini topishingiz kerak-da birinchi navbatda. Bo'ldi, tushundim. Hozir intiq hisoblab chiqsam 74. Xo'p, shunda 74 qanaqa qilib chiqardingiz? Xo'p, 6 ni 6 ga ko'paytirdim. 36. Hı. 36 qo'shsa 74 bo'ladi. Aniqmi? Kalkulyatorda 72. Yarım bo'lyapti. Yarım bo'lyapti. Yarmi 72. 72 emasmi? 36 умножить на 2 это 60, 70, 72. Yo'q, topolmadim. Nima variant kelmadi? Yo'q. 72. 12 ni 6 ga ko'paytirsak 72. To'g'ri. To'g'ri? To'g'ri.